bozoringlar bir 4 martadan 5 marta yongan ekan, to'g'rimi? Qurilmasi. Ya, shundan gapirmang, iltimos. 4-5 marta yongan bozor yo'q. 5 marta yongan. Yo'q, yongan emas bozor. Umuman yonmagan. Yo'q, umuman yonmagan. Videolari chiqqan lekin. Yo'q, chiqaversin. Girma ya. Ne olmasam? Gel gel bana gel. Bir qavatli binoga 2 qavatli qilib quraman degan joyning videosi bor. O'sha bo'yicha chora ko'rib beraylik bo'ldi. Bino bo'lay 2 etaj bo'lib pishadi. Tushundingizmi? 2 qavatli yozilmagani bu. 2 qavatni uni smetasi bo'ladi. Chora ko'rish uchun oqibat bo'lish. Oqibat bor, video bor, dalil bor. To'xtab turing. Kimdir oqibatda ziyon yetishi kerak. Hech kimgadir. Biz o'shani boshlab aniqlab olaylik. Men bir narsani tushunmayapman. Bir etajli qurmasdan tadbirkorga 2 etajli qilib bersa, uni tadbirkorchilikda to'sqinlik qilgan bo'ladimi? Keyin bilan o'zgarib ketib qolsa bo'ldi. Qonunchilik buzilishi bo'ladi-da. Ekspertiza xulosasida hokim bu bir qavatliga ruxsat olingan. Ya bular kecha bizaga bergan ma'lumotida 2 qavatli bo'ladi deyaptilar. Ruxsat 1 qavatlikka olingan. Ko'rsatib bering o'sha joyni. Ikkala ekspertizani ko'rsatdim. Ekspertizangizda 1 qavatli deb yozilgan. 1 qavatga ruxsat berilgan. 2 qavatga emas. Bularga ko'rsating, bular yaxshi tushunadilar. Bular ana chislosi yo'q, anoni ham ko'tarib yuribdilar-da hali. Siz ma'lum. Bino qavati 1 qavat. Ko'rdingizmi? Hozir bularni aytish bo'yicha 2 qavatli. Bir qavat qilib turamiz, bir qavat qilib turish kerak. Sizlar bo'ldi. Bizlar emas, biz emas, o'zinglar olgan hujjatda yozib. Ya, bitta narsa do'stim, agar kimda-kim qaysidir fuqaro bir etajga rozi bo'ladigan bo'lsa, bir etajni qurib beradi. U yerda yakuni yetmadi qurilish kerak.